Koreys tilini jiddiy o'rganmoqchisiz, lekin bandlik sabab vaqt topish qiyinmi? Bir zum to'xtang. Orbit degan qulflangan ekran ilovasini bilasizmi? Agar bilmasangiz, demak siz eng samarali usulni hozirning o'zida o'tkazib yuboryapsiz. Orbit oddiy o'quv ilovasi emas, alohida vaqt ajratish ham shart emas. U sizni avtomatik tarzda o'rganishga undaydigan ajoyib ilova. Biz o'zimiz sezmagan holda kuniga 100 martadan ham ko'p telefonimizga qaraymiz. Har safar shunchaki bitta koreys so'zini ko'rishni odat qiling. Bir kunda 100 ta, bir haftada esa 700 ta so'z. Hech qanday qo'shimcha vaqt sarflamasdan o'zingiz ham sezmay o'rganasiz. Shunchaki mana shu bepul ilova bo'lsa kifoya. Hozirgidek band hayot kechirsangiz ham tabiiy ravishda o'rganish muhiti paydo bo'ladi. Shu yerda sizda shunday fikr paydo bo'lishi mumkin. Bu juda oson emasmi? Shunaqa ilova bo'lsa, hamma koreys tilini yaxshi gapirib ketmaydimi? Shunday o'ylab qoldingizmi? Ha, aynan shunday. Allaqachon 10 millionlab odamlar Orbitni o'rnatgan. Ularning 90 tadan ortig'i uning samarasini allaqachon his qilgan. Faqat siz hali sinab ko'rmagandek. Agar siz ham sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, hoziroq yuklab oling.